Assalomu alaykum Metal Mart obunachilari. Hozir biz Qo'rg'ontepa tumaniga yetib kelganmiz. Xo'p, bu yerdagi mijozimizga paxtagulli fasonimizdan 210 dona yetkazib berganmiz. Ko'rib turganingizdek, stolimizni asosiy ranglari va o'ziga odamni jalb tortishlari bilan o'z ahamiyatiga ega bo'ladi. Bu haqida sizlarga qisqacha ma'lumot beramiz. Faqat hozirgi jarayonda qilayotgan stollarimizni ham bir qator tushuntirib o'tamiz. Xo'p, paxtagulli stolimizni ko'rib turibsizlar. Paxtagulli stul oq eko koja bilan qoplangan, yuqori sifatli. Mahsulotimizni machalkalari, shunga o'xshagan plotniklarini ham siz xohlagan uslubda qilib berishimiz mumkin. Stulimizni og'irligi 8 kg, stenkasining qalinligi esa 0.9 stenkada qilingan. Stulimizni asosiy ko'rinishi bu ixchamliligida, ya'ni menga o'xshagan 90 kilolik vesli akalarimiz ham bemalol o'ziga olsa bo'laveradi. Shu tomonlama sifatini ushlab turibmiz. Xo'p, qisqacha ma'lumot sifatida yana aytib o'tamizki, paxtagulli stulimizni qulaylik tomoni to'yxonamizni asosiy dizayniga mehr berilgan bo'ladi har bitta to'yxonada. Shuning uchun pastki qismlari 1.11 atrofida qilinadi. Odam yuzaki qismida qaralganda barcha tomonlar ko'rinsa bo'ladi. Xo'p, stulimiz haqida yana bir qator ma'lumot beramiz. Bu 70 xil stulimizdan bir xili. Mijozimizga qanaydir bu yoqqa. Endi pastki qatordagi nomerlarga aloqaga chiqilganda 70 xildan ortiq stolimiz borligini bir qator tushuntirib o'tamiz. Va endi yana bir ma'lumot sifatida aytib o'tamizki, biz bilan mebelchilar bor, optimga ishlaydigan akalarimiz bor, shu qatori ko'rib turgan hoji akalarimiz, restoran, kafe, to'yxona, banket zallarga umumiy holatda yetkazib beramiz cheklanmagan miqdorda. Va O'zbekiston bo'ylab olinayotgan soni miqdori bizga to'g'ri kelsa, dastavkalarni ham bepul ichida qilib beramiz. Stullarimizni yana bir qatori Xitoy stullari ham kerak deydigan bo'lsa, Xitoydan ham yetkazib beramiz. Va mebelchilarimiz bizga chiqsa, karkas holati, ya'ni mebel qoplanmagan holatda, shu gold holatda yoki bo'lmasa silver holatda ham yetkazib beramiz. To'yxonamizda faqat stul emas, stoli ham bor. Yuqori sifatli stollarimizni xonlarini diametri 1.70 bo'ladi. Talablaringizga binoan ustiga MDF, akril, laminat yoki bo'lmasa oyna, ya'ni aylanadigan holatda qilib beramiz. O'rindiq soni 1.70 ga 12 ta o'rindiq bo'ladi. Xohlasangiz 8 ta, xohlasangiz 6 talik bo'ladi.